do'stlar, 2 avgust 2026 sanasiga tayyor turishi kerak. Chunki bu sana atrofida pensiyalar, kundalik narxlar, bank kartalari, to'lovlar va naqd pul masalalarida ko'pchilik oilalarning byudjetiga bevosita ta'sir qiladigan o'zgarishlar kutiladi. Men bugun sizga vahima tarqatish uchun emas, balki oldindan tayyorgarlik ko'rishingiz uchun aniq va tushunarli qilib tushuntiraman. Kimga bu o'zgarishlar foyda bo'lishi mumkin? Kim ehtiyot bo'lishi kerak? Qaysi joyda pul yo'qotish xavfi bor? Qaysi hujjatlarni hozirdan tekshirish lozim? Agar siz pensioner bo'lsangiz, ota-onangiz pensiya olsa, oilangizda ijtimoiy nafaqa oladigan odam bo'lsa, oylikni kartaga olsangiz, bozordan mahsulot xarid qilsangiz yoki bank kartasidan pul yechib to'lov qilsangiz, bu ma'lumot sizga albatta kerak. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday mavzularda bir kun kech qolish ham ba'zan ortiqcha xarajat, ortiqcha navbat va ortiqcha asab degani. Avval oddiy tilda tushuntiraman. Ko'p yillar davomida odamlar pensiya va nafaqalarni asosan ikki yo'l bilan oldi. Kimdir bank kartasiga, kimdir naqd shaklda, kimdir pochta yoki maxsus yetkazib berish orqali. Narxlar esa odatda mavsumiy omillar, yo'qilg'i, transport, import, kommunal tariflar, ish haqi va bozor talabiga qarab o'zgarib keldi. Kartalar masalasida esa odamlar ko'proq oylik tushadigan karta, pensiya kartasi, kredit karta, muddatli to'lov kartasi, onlayn to'lovlar va bank ilovalari bilan ishlashga o'rganib qoldi. Lekin 2026 yil 1 avgust atrofida eng katta masala shuki, davlat to'lovlari, bank tizimi va narxlar bir-biriga yanada qattiq bog'lanadi. Pensiya oshsa, bu albatta yaxshi xabar. Ammo pensiya oshgandan keyin bozordagi ayrim sotuvchilar ham narxni oshirishga urinishi mumkin. Kartalar orqali to'lovlar ko'payganda qulaylik ortadi, lekin firibgarlik, noto'g'ri komissiya, qarzga kirib qolish, SMS kodni berib yuborish xavfi ham ortadi. Shuning uchun men bugun faqat pensiya oshadi yoki narxlar ko'tariladi deb qo'rqitmayman. Men sizga butun zanjirni ko'rsataman, pul qayerdan keladi, qayerda ushlanib qolishi mumkin, qayerda ehtiyot bo'lish kerak. Eng muhim narsa, 1 avgustga yaqin rasmiy xabarlarni tekshirmasdan turib hech kimga pul bermang. Hech qanday ariza uchun begona odamga pasport rasmini yubormang. Bank kartangiz kodi, PIN kodi, SMS tasdiqlash kodini aytmang. Chunki aynan shunday sanalar oldidan firibgarlar pensiyangizni oshirib beramiz, kartangizni yangilab beramiz, subsidiyaga ulab beramiz deb odamlarni aldashga harakat qiladi. Birinchi masala pensiyalar. Agar 1 avgustdan pensiya, nafaqa yoki ijtimoiy to'lovlar indeksatsiya qilinsa, bu nimani anglatadi? Oddiy qilib aytsam, davlat aholining daromadini narxlar o'sishiga moslashtirishga harakat qiladi. Masalan, pensioner hozir oyiga 1.200 ming so'm olsa, 10% oshirish bo'lsa, uning pensiyasi 1.320 ming so'mga chiqadi. Agar 13% bo'lsa, 1.344 ming so'm bo'ladi. Agar 15% bo'lsa, 1.360 ming so'm bo'ladi. Lekin bu yerda juda muhim nuqta bor. Odam qo'lga qancha pul tushishini faqat umumiy foiz emas, uning pensiya turi, ish staji, oldingi hisob kitobi, qo'shimcha to'lovlari va qarzdorligi ham belgilaydi. Masalan, birinchi holatni olaylik. Toshkent viloyatida yashovchi Alimtakiz yoshli otaxon 1.100 ming so'm pensiya oladi. U kartaga oladi, qarzi yo'q, aliment yoki sud ijrosi bo'yicha ushlanma yo'q. Agar pensiya 12% ga oshsa, u taxminan 1.32 ming so'm qo'shimcha oladi. Bu unga bir oyda dori-darmon yoki kommunal to'lovning bir qismini yopishga yordam beradi. Ikkinchi holat. Andijondagi ona 1.5 ming so'm pensiya oladi. Lekin bankdan oldin olingan kredit bo'yicha har oy kartasidan 400 ming so'm yechiladi. Pensiya oshsa ham, bank ushlanmasa, avtomatik turgan bo'lsa, uning qo'liga tushadigan real pul unchalik ko'paymagandek sezilishi mumkin. Masalan, pensiya birimga 6.6 ming so'm bo'ldi, lekin kredit 400 ming so'm ketdi. Qo'lda birimga 2.6 ming so'm qoldi. Shuning uchun men doim aytaman, faqat pensiya miqdorini emas, kartadan nima ushlanayotganini ham tekshirish kerak. Uchinchi holat. Qishloqda yashaydigan pensioner pulni naqd olishga odatlangan. Agar to'lovlar kartaga ko'proq o'tkazilsa yoki bank orqali tasdiqlash talab qilinsa, bu odam uchun muammo bo'lishi mumkin. Chunki u bank ilovasini ishlatmaydi. Bankomat uzoqda, telefon raqami o'z nomida emas. Mana shu joyda eng ko'p chalkashlik chiqadi. Pensionerning kartasi bor, lekin SMS keladigan raqam nevarasining nomida. Keyin karta blok bo'lsa yoki qayta rasmiylashtirish kerak bo'lsa, bank egasining o'zi kelsin, telefon raqami egasini tasdiqlasin deydi. Natijada odam bir necha kun pulini ololmay yuradi.
Endi narxlar masalasiga o'tamiz. Pensiya va ish haqi o'sishi yaxshi, lekin bozor iqtisodiyotida daromad o'sishi ba'zan narxlarga bosim beradi. Ayniqsa non, un, yo'q, go'sht, tuxum, shakar, kartoshka, piyoz, dori-darmon. Transport va kommunal xizmatlar odamlar eng ko'p sezadigan yo'nalishlar. Men buni oddiy misolda ko'rsataman. Oila oyga 1 million so'm daromad oladi. Shundan 2 million so'm oziq-ovqatga, 700 ming so'm kommunalga va aloqa xizmatlariga, 600 ming so'm transportga, 500 ming so'm dori-darmon va mayda xarajatlarga ketadi. Agar narxlar o'rtacha 10% oshsa, oziq-ovqat 200 ming so'm, kommunal va aloqa 707 ming so'm, transport 36 ming so'm bo'lishi mumkin. Ya'ni oila daromadi oshmasa, oyga kamida 300 ming 400 ming so'm qo'shimcha bosim paydo bo'ladi. Shu sababli avgust oldidan odamlar nimalarga e'tibor berish kerak? Birinchidan, uzoq saqlanadigan mahsulotlarni me'yorida oldindan rejalashtirish mumkin. Un, guruh, yog', shakar, choy, sovun, kir yuvishki kuni. Lekin vahima qilib hamma pulni mahsulotga aylantirib yuborish noto'g'ri. Chunki uyda saqlash sharoiti bo'lmasa, mahsulot buziladi, pulingiz muzlab qoladi. Masalan, oilada ming so'm zaxira bo'lsa, uning hammasiga yog' olish kerak emas. 300 ming so'mni oziq-ovqat zaxirasiga, 300 ming so'mni dorilar va zarur to'lovlarga, 400 ming so'mni naqd yoki kartada favqulodda holat uchun qoldirish oqilona. Kartalar bo'yicha esa o'zgarishlar odamlarning kundalik hayotiga eng tez ta'sir qiladi. Chunki hozir ko'pchilik oylikni ham, pensiyani ham, yordam pulini ham kartaga oladi. Karta qulay, do'konda to'laysiz, kommunalni ilovadan yopasiz, bolaga pul yuborasiz. Lekin karta bilan bog'liq 3 ta katta xavf bor. Birinchisi firibgarlik, ikkinchisi komissiya yalanib bilmaslik, uchinchisi avtomatik yechimlar va qarzlar. Masalan, sizning pensiya kartangizga 1 million 300 ming so'm tushdi. Siz bankomatdan 1 million so'm yechdingiz. Lekin bankomat boshqa bankniki bo'lsa, komissiya ushlanishi mumkin. Keyin ilova orqali kommunal to'ladingiz, yana xizmat haqi bo'lishi mumkin. Keyin do'konda karta bilan to'ladingiz. Ba'zi joylarda sotuvchi karta bo'lsa, narx boshqacha deyishi mumkin. Aslida bunday holatlar qonuniy jihatdan doim ham to'g'ri emas, lekin amaliyotda uchraydi. Shuning uchun xariddan oldin so'rang. Karta bilan to'lasam yakuniy narx qancha? Komissiya bormi? Chek berasizmi? Eng ko'p tayyorgarlik ko'rishi kerak bo'lganlar. Pensionerlar, nogironlik nafaqasi oluvchilar, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oluvchilar. Kam ta'minlangan oilalar, bolalar nafaqasi oladiganlar, bank kreditiga ega bo'lganlar, oyligini to'liq kartada olib, naqd zaxirasi bo'lmaganlar. Chunki ularning byudjeti oldindan juda aniq taqsimlangan bo'ladi. 100 ming so'm farq ham ularga seziladi. Unchalik vahima qilmasligi kerak bo'lganlar kimlar? Doimiy daromadi barqaror, 2-3 oylik zaxira jamg'armasi bor, kredit yuklamasi kam, kartalari va hujjatlari tartibda bo'lganlar. Lekin bu umuman e'tibor bermang degani emas. Har qanday odam kartasini, telefon raqamini, bank ilovasini va qarzlarni tekshirishi shart. Chunki moliyaviy tartib hammaga kerak. Yana bir misol. Oilada er-xotin ishlaydi. Umumiy daromad 9 ming so'm. Kredit to'lovi 1 million 500 ming so'm. Bolaning bog'cha yoki maktab xarajati 20 ming so'm. Oziq-ovqat 30 ming so'm. Agar narxlar oshsa va karta orqali avtomatik to'lovlar ko'paysa, bu oila oy oxirida minusga kirishi mumkin. Demak, daromad katta bo'lsa ham, xarajat nazorat qilinmasa xavf bor. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan, lekin eng ko'p muammo keltiradigan joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Pensiya o'sishi hamma uchun bir xil pul miqdorida bo'lmasligi mumkin. Foiz bir xil bo'lsa ham, bazaviy summa har xil. Kimdir 1 ming so'mdan 120 ming so'm qo'shimcha oladi. Kimdir 2 ming so'mdan 2-4 ming so'm qo'shimcha oladi. Shuning uchun qo'shningiz menga shuncha qo'shildi desa, sizniki ham aynan shuncha bo'lishi shart emas. Ikkinchi nozik jihat. Ayrim to'lovlar qayta hisob-kitob bilan kechikib tushishi mumkin. Masalan, yangi miqdor avgustdan belgilansa ham, bank yoki tizim yangilanishi sababli ayrim joylarda pul bir necha kun farq bilan tushishi mumkin. Bunday paytda darhol vahima qilmang, lekin befarq ham bo'lmang. Avvalo bank ilovasidan kirim tarixini ko'ring, keyin pensiya bo'limi yoki to'lovni tayinlagan tashkilotga murojaat qiling. Uchinchi tuzoq. Yordam beraman degan vositachilar. Men qat'iy aytaman. Pensiyani oshirish, nafaqani qayta hisoblash
kartani yangilash, pin kodini almashtirish uchun ko'chadagi begona odamga pul berilmaydi. Agar kimdir men ichkarida odam taniman, 200 bin so'm bersangiz pensiyangizni ko'paytiraman desa, bu juda xavfli. Rasmiy huquqingiz bo'lsa, uni hujjat bilan olasiz. Huquqingiz bo'lmasa, pul berib ham qonuniy ola olmaysiz. Ustiga ustaq aldanasiz. 4-chi nozik jihat bank kartasining amal qilish muddati. Ko'pchilik kartaning old tarafida yozilgan oy va yilga qaramaydi. Masalan, kartada 07-26 deb yozilgan bo'lsa, u 2026 yil iyul oxirigacha amal qilishi mumkin. 1 avgustda esa karta bilan to'lov o'tmasligi, bankomat pul bermasligi ehtimoli bor. Shuning uchun aynan 1 avgust oldidan kartangizning amal qilish muddatini tekshiring. Agar muddati tugayotgan bo'lsa, bank oldindan boring. Oxirgi haftaga qoldirsangiz, navbat ko'payadi. 5-chi nozik jihat telefon raqami. Bank kartangizga ulangan telefon raqami o'zingizning nomingizda bo'lsin. Agar raqam farzandingiz, nevarangiz yoki qo'shningiz nomida bo'lsa, ertaga ilovaga kirish, parol tiklash, karta blokdan chiqarish, yangi karta olish qiyinlashadi. Ayniqsa pensionerlar uchun bu juda muhim. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Pul kartada turibdi, odam esa ola olmaydi. Chunki SMS boshqa telefonga ketadi yoki raqam allaqachon ishlamay qolgan. 6-chi nozik jihat avtomatik to'lovlar. Ba'zi odamlar kredit, kommunal, internet, telefon, obuna xizmatlarini avtomatik to'lovga ulab qo'ygan bo'ladi. Pensiya yoki oylik tushishi bilan pulning bir qismi avtomatik ketadi. Bu qulay, lekin siz nazorat qilmasangiz, kutilmagan holatda kartada pul qolmaydi. 1 avgust oldidan bank ilovasida avtomatik to'lovlar ro'yxatini tekshiring. Keraksiz obunalarni o'chiring. Masalan, ishlatmaydigan ilova uchun oyga 29 ming so'm, yana bitta xizmat uchun 10 ming so'm, yana SMS xizmati uchun alohida to'lov ketayotgan bo'lishi mumkin. Bu kichik ko'rinadi, lekin yiliga 500 ming so'mgacha chiqadi. 7-chi nozik jihat narxlarni oldindan ko'tarib yuborish. Ba'zi sotuvchilar rasmiy o'zgarish bo'lmasida ham 1 avgustdan hammasi qimmatlaydi deb narxni oshirishga urinadi. Siz xaridor sifatida shoshilmang. Bir do'kondagi narxni umumiy bozor deb qabul qilmang. Kamida 2-3 joyni solishtiring. Chek so'rang. Ayniqsa dori-darmon, maishiy texnika, qurilish mollari, o'quv qurollari kabi mahsulotlarda narx farqi juda katta bo'lishi mumkin. 8-chi nozik jihat kredit va muddatli to'lovlar. Agar narxlar oshishidan qo'rqib 20 avgustdan oldin katta xaridni kreditga olsangiz, ehtiyot bo'ling. Masalan, muzlatkich bemin ming so'm muddatli to'lov oyga bemin ming so'mdan yakunda 6 ming so'm to'lashingiz mumkin. Agar bu haqiqatan zarur bo'lmasa, shoshilmang. Narx oshishidan qo'rqib ortiqcha foizga kirib qolish ham zarar. Endi aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta muddati, pensiya guvohnomasi, nogironlik hujjati, bank kartasi, telefon raqami, yashash manzili ma'lumotlari tartibda bo'lsin. Agar pensiya yoki nafaqa olsangiz, hujjatlarda ism, familiya, tug'ilgan sana, JS, shir raqami noto'g'ri yozilmaganini tekshiring. Ikkinchi qadam, kartangizni tekshiring. Amal qilish muddatiga qarang. PIN kodni eslay olasizmi? SMS kelib bank ilovasiga kira olasizmi? Karta bloklanmaganmi? Qarzdorlik yo'qmi? Agar karta eskirgan, sinib qolgan, magnit qismi ishlamayotgan bo'lsa, bank oldindan boring. O'zingiz bilan ID karta yoki pasportni oling. Agar pensioner ota-onangiz uchun borsangiz, bank ko'pincha kartani faqat egasining o'ziga beradi. Shuning uchun ularni ham tayyorlang. 3-qadam. Pensiya yoki nafaqa miqdorini rasmiy manbadan tekshiring. Buning uchun mahalliy pensiya bo'limi, ijtimoiy himoya organi, bank ilovasi, rasmiy portal yoki ishonch telefoni orqali ma'lumot oling. Ko'chadagi gap, Telegramdagi noma'lum kanal yoki tanishning taxmini asosida xulosa qilmang. Agar sizga kam tushgandek ko'rinsa, darhol janjal qilmang. Avval oldingi oy miqdori, yangi oy miqdori, ushlanmalar, kredit, aliment, ijro hujjatlari bor yo'qligini yozib chiqing. 4-qadam, oilaviy byudjet tuzing. Bir varaq qog'oz oling va uchta ustun qiling. Majburiy xarajatlar, kerakli xarajatlar, kutishi mumkin bo'lgan xarajatlar. Majburiy xarajatlarga oziq-ovqat, dori, kommunal, transport, kredit kiradi. Kerakli xarajatlarga kiyim, ta'mirlash, o'quv qurollari kiradi. Kutishi mumkin bo'lgan xarajatlarga yangi telefon, to'yga ortiqcha sarf, bezak buyumlari. Shoshilinch bo'lmagan texnika kiradi. 1 avgust atrofida kamida bir oy shunday nazorat qiling. 5-qadam, narxlar ro'yxatini yozib boring. Bugun 1 litr yo'q qancha, 1 kilo go'sht qancha, 10 kilo un qancha.
Dorixonadagi doimiy do'ringiz qancha? Kommunal to'lov qancha? Keyin avgustda solishtirasiz. Bu sizga haqiqiy o'sishni ko'rsatadi. Aks holda odamga hamma narsa 2 barobar qimmatlagandek tuyuladi. Lekin real hisobda ayrim mahsulot 5%, ayrim mahsulot 20% oshgan bo'lishi mumkin. 6-qadam, naqd va karta balansini muvozanatda saqlang. Hammasini naqd qilib uyda saqlash ham xavfli. Hammasini kartada qoldirish ham noqulay bo'lishi mumkin. Men odatda shunday tavsiya qilaman. Bir haftalik eng zarur xarajat uchun ozroq naqd pul, qolganini kartada yoki ishonchli bank hisobida saqlash. Katta summani uyda saqlasangiz, yo'qotish, o'g'irlik yoki ortiqcha sarflash xavfi bor. 7-qadam firibgarlikdan himoyalaning. Hech kimga SMS kod aytmang. Bank xodimi ham sizdan SMS kod so'ramaydi. Karta raqamini aytishning o'zi ba'zan pul tushirish uchun yetarli bo'lishi mumkin. Lekin karta muddati, orqa tarafdagi CVV kod, SMS tasdiq kodi, ilova paroli mutlaqo berilmaydi. Agar kimdir 1 avgustdan kartangiz yopiladi, hozir kodni ayting desa, darhol aloqani o'zing va bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling. 8-qadam, kredit shartnomangizni ko'ring. Foiz stavkasi o'zgaruvchanmi yoki qat'iymi? Kechikish jarimasi qancha? Avtomatik yechim qaysi kartadan ketadi? Agar pensiya kartasidan kredit yechilayotgan bo'lsa, qo'llanadigan pul yetarlimi? Shuni hisoblang. Kerak bo'lsa, bankka borib to'lov sanasini daromad tushadigan sanaga moslashtirishni so'rang. Ba'zi banklar bunda imkoniyat beradi. Ba'zilari bermaydi, lekin so'rab ko'rish kerak. 9-qadam, dori darmon masalasida ehtiyotkor bo'ling. Doimiy ichadigan dorilaringiz bo'lsa, shifokor bilan maslahatlashib 2-3 haftalik zaxira tayyorlab qo'yish mumkin. Lekin o'zboshimchalik bilan ko'p dori sotib olish, muqobilini bilmasdan almashtirish, muddati yaqin dorini arzon deb olish noto'g'ri. 10-qadam, ota-onangizga yordam bering. Agar ular bank ilovasini tushunmasa, kartadan pul yechishni bilmasa, firibgarlardan qo'rqmasa yoki aksincha hammaga ishonib yuborsa, bir marta yonlariga o'tirib tushuntiring. Telefoniga bankning rasmiy raqamini yozib qo'ying. Noma'lum raqamlarga ishonmaslikni ayting. Kartaning PIN kodini qog'ozga yozib karta yonida saqlamasin. Demak, 1 avgust 2026 atrofidagi eng muhim masalalar 3ta. Pensiya va ijtimoiy to'lovlar qanday hisoblanadi? Narxlar oilaviy byudjetga qanday ta'sir qiladi? Bank kartalari va to'lovlarda qanday xavflar paydo bo'ladi? Men sizga asosiy narsani yana bir bor eslataman. Rasmiy ma'lumotni tekshiring. Hujjat va kartalarni oldindan tartibga keltiring. Qarz va avtomatik to'lovlarni nazorat qiling. Firibgarlarga SMS kod bermang. Narxlarni solishtirib xarid qiling. Bu sana kim uchundir qo'shimcha daromad, kim uchundir qo'shimcha xarajat, kim uchundir esa shunchaki tartib intizom sinovi bo'ladi. Tayyor odam yutqazmaydi. Tayyor bo'lmagan odam esa pulni, vaqtini va asabni yo'qotishi mumkin. Sizningcha 1 avgustdan keyin eng ko'p qaysi narsa o'zgaradi? Pensiyalarmi, narxlarmi yoki kartalar bilan bog'liq tartiblarmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir oilaga kerak bo'lishi mumkin.